Sergeli Yangi Darxon 2. 16 etажkali novostroykamizning 11-etajdan 60 metr kvadratli mana bunaqa kvadrat koridorli ikki xonali kvartiramizda sotuvga chiqdi. Hurmatli obunachilar, ushbu kvartiramizda yashashga tayyor, xarid qilib olib bemalol ko'chib o'tib yashasanglar bo'ladi. Lokatsiyasiga to'xtalsak, juda ham yaxshi joyda. Yangi Darxon 2. Hop, 16 etажkali novostroykalar joylashgan joy, bot 2 va 3 metro bekatlarga yaqin joyda joylashgan. Metrogacha примерно 1.6 yoki 1.5 kilometr chiqadi. Planirovkasi alohida sanuzeli ichma-ich bo'ladi. Birinchisiga mehmonxonadan boshlab kvartiramizni ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizni mehmonxona qismi. Xohlasanglar ikki xonasini ham spalni o'rnida yoki birisini mehmonxona, birisini spalni o'rnida bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ushbu birinchi xonamizni hop, gilam to'shalgan, o'zini qaranglar, konditsioneriga ega, akva romla, oynali reshotka qilingan. Bu yoqda o'zini bitta shkafi bor, Wi-Fi ham kvartiramizga o'tkazilgan. Tashqi atmosferani ham bitta ko'rsatib o'taman. Kvartiramizni isitish duxkonturli kotyol asosida radiatorlarimizga qo'yib qo'yilgan. Mana bu yog'imizda konditsionerni motorchiki turibdi. Tashqi atmosfera. Mana shunaqa 16 etажkali novostroykalar. Pastda mashina qo'yish uchun parkovkalarimiz ham bor. Bu odam gavjum joy. Agarda gavjum joydan yashash xohlasanglar, bemalol xarid qilib olib yashasanglar bo'ladi yoki investitsiya hisobiga olib turib ijaraga berib qo'yishga ham juda ham yaxshi joy. Ushbu kvartiramizni shu holatida $400 ga bitta ikkita narsalarni qo'yib bersanglar, $450 ga ham bemalol ijarachi qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Endi sizlarga spalnini ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda spalni xonamiz. Kvartiramizning kvadrat metri yaxshigina 60 metr kvadrat. Bu yog'imizda ham gilam to'shalgan, hamma sharoitlari bor. Bo'tga bitta spalni olib qo'ysanglar bo'ldi. Tashqi oynasi, bu ham reshotka qilingan. Kvartiramizda go'z remontda turibdi. Atak yashashga tayyor. Xarid qilib olsa, to'g'ridan-to'g'ri ko'chib o'tib yashaysizlar. Bu yog'imizda oshxona qismi. Xo'p, oshxonasida ham kerakli barcha sharoitlar bor. Kuxonniy mebelimiz turibdi. Bu yoqda gaz plitasi, vitishkasi, duxkonturli kotyoli ham turibdi, hurmatli obunachilar. Oshxonada barcha sharoitlar bor. Mana bu bitta stol qo'yib yuborsanglar bo'ldi. Oshxonasining o'zi ham juda ham kattagina. Foydalanishga juda ham yaxshi. Xo'p, o'zini 1.5 ga 3 ta balkoni bor. Balkondan bemalol tashqariga qarab tursanglar bo'ladi. Ham tashqi atmosfera pastida bolajonlar o'ynash uchun joylarimiz joylashgan, 24 soat ishlaydigan magazinlarimiz bor. Maktab, bog'cha ham ushbu kvartiraga juda ham yaqin joyda. Maktab bog'chagacha примерно 150-200 metr. Shunaqa yaxshi lokatsiyadan mana shunaqa kvartiramizda sotuvda hozir. Bu yog'imizni общий sanuzel, vannasi joylashgan, hojatxonasi joylashgan, bu yerda rakvinasi polniy kafedan chiqqan. Suvdan, gazdan, hech narsadan umuman muammo yo'q. Shundoq xarid qilib olib, to'g'ridan-to'g'ri ko'chib o'tib, bemalol yashayveradigan kvartiralarimizdan bittasi. Aytib o'tganimizdek, 16 etажkali novostroykamizning 11-etaji. Narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiramizdagi $54.500 narx so'rovimiz kelishtirib beradigan joylarimiz bor. Kvartiramizdan ma'qul kelsa, bemalol telefonni ko'rib turganman shu telefon raqamlariga aloqaga chiqib, kelib kvartirani ko'rsanglar bo'ladi. Yo'qsa usta savdosini qilib, chiroyli narxlarda xudo xolasa barakasini qilamiz. Kvartira sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol 6414 telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar, kanalimizdan uzoqlashmanglar.